4 sentyabr səhər saat 5-dən 52 minut ötkəndə Şərqi Türkistanның Qashqar viloyatining Fayzovat noyisida 5,5 bal yer təvridi. Ammo hozirga qadar Xitoy hukumatı o'lgan yoki yaralanganlar to'g'risida aniq bir ma'lumot bermadi. BBC axborot agentligi yaqinda e'lon qilgan bir xabarda erki qirg'inchilik olib berayotgan Xitoyning turmalarida tutilgan 3 millionga yetganligi taxmin qilingan Uyg'urlarning ahvolini tafsil tilga oldi. Shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoylarning tutib olgan Uyg'ur va qozoq qarindoshlarining hayotidan andishlanganligini alohida ta'kidladi. Washington Post gazetining nopozliq muxbiri yaqinda 448 betlik Qo'rqinish nomli kitobni nashr qildirmoqchi. Bu kitobning asosiy mazmuni Trump hukumatining ichki kabineti ko'p qatim maxfiy plan tuzib, Trumpning qaram o'y fikrlarini to'sib qilib, Amerika xalqini va davlat manfaatini qo'g'dab qilishi edi. Xabarlarda oshkorlanishicha, Suriya qiymayli qurol ishlatib nurg'unlagan xalqni o'ltirgandan keyin Trump Amerika davlat mudofaa ministri Madisga Asadni yo'q qilish buyrug'i bergan. Ammo Madis buyrug'ini olgandan keyin katibiga biz bunda qilolmaymiz, texmi salmoqliq bilan ish qilishimiz kerak dedi. Va 2017-yili 4-oyning 6-kuni Amerika Suriyaga havo hujumi boshladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6-navbatlik turk tilli davlatlar boshliqlarining uchrashuv yig'inida qatnashdi. Shundaqla O'zbekistonning shimolidagi tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan Xiva shahrini rahbarlar yig'inning poytaxt qilib bekitish fikrini berdi.